Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ismim Eldor Akramov va sizlar bilan 70-darsimizni boshlaymiz. Demak, mavzu sonning darajasi. Xo'p. Albatta buni misol yordamida tushuntirishga harakat qilaman. Deylik 2 ning 5-darajasi bo'lsin. Ya'ni 2 ning 5-darajasi qanday yoziladi? Demak, 2 yoziladi, tepasida sal kichikroq qilib 5 yoziladi. 2 ning 5-darajasi deb o'qiladi. Bunda asos 2 nisbatan kattaroq yoziladi. Yozilganda ham asosdagi sonni 2 ni kattaroq yozar ekanmiz va darajani nisbatan kichikroq yozar ekanmiz. Xo'p, aslida bu nima degani? 2 ning 5-darajasi deganda, masalan, nima ma'noni bildiradi desak, bu 2 ni o'zini o'ziga 5 marta ko'paytirish kerak degani. Ya'ni 2 ning 5-darajasi bu 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 degan ekan. Ya'ni 5 marta o'zini o'ziga ko'paytiraman 2 ni. Va natijada endi buni hisoblab qo'yishimiz mumkin. Demak, 5 marta 2 ni o'zini o'ziga ko'paytiradigan bo'lsak, natijada 32 hosil bo'ladi. Yoki keling, 4 ning 3-darajasi deylik. 4 ning 3-darajasi. Bunda 4 ni o'zini o'ziga 3 marta ko'paytiraman degani. 4 kara 4 kara 4. Bu 64 bo'ladi. Yana bitta narsani aytib o'tamiz. Darajada 2 keladigan bo'lsa kvadrat deb, darajada 3-daraja keladigan bo'lsa kub ham deyiladi. Ya'ni 5 ning 2-darajasi deyish ham mumkin, 5 ning kvadrati deyish ham mumkin. Yoki 4 ning 3-darajasi deyish ham mumkin, 4 ning kubi desak ham bo'ladi. Xo'p, bu darsimizning nazariy qismi edi. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Xo'p, davom etamiz o'quvchilar. Ana endi amaliy qismga o'tamiz. Demak, mavzu sonning darajasi. Xo'p, bizga quyidagicha misol berilgan bo'lsa, 2 ning 5-darajasi. Demak, bu yerda 2 asos deyiladi, 5 esa daraja deyiladi. Xo'p, va o'qilishi esa 2 ning 5-darajasi deb o'qiladi. Xo'p, bu nima degani? Bu degani asosdagi sonni, ya'ni 2 ni o'zini o'ziga 5 marta ko'paytirish kerak degani. Ya'ni darajadagi 5 bu 5 marta ko'paytirish kerak ekanligini bildiradi. Demak, 2 ning 5-darajasi bu 2 ni o'zini o'ziga 5 marta ko'paytirish kerak degani. Xo'p, natijada esa 32 hosil bo'ladi. Xo'p, ana endi navbatdagi misollarga ham o'tamiz o'quvchilar. 3 ning 4-darajasi. Yana qaytaraman, 3 ning 4-darajasi. Bu degani 3 ni o'zini o'ziga 4 marta ko'paytirish kerak degani. Mana demak ko'rib turibsiz o'quvchilar, 3 ni o'zini o'ziga ko'paytiryapmiz 4 marta. Demak, bunda hisoblab chiqamiz. Mana 3 ni 3 ga ko'paytirsak 9, 9 ni yana 3 ga ko'paytirsak 27, 27 ni yana 3 ga ko'paytiradigan bo'lsak 81 hosil bo'ladi. Demak, 3 ning 4-darajasi 81 ga teng ekan. Xo'p, tushunarli bo'layotgan bo'lsa o'quvchilar, navbatdagi darajalarimizni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p. Keyingi misollarga ham ahamiyat berasiz o'quvchilar. 5 ning 2-darajasi. Bu yerda bitta narsani aytib o'tish mumkin o'quvchilar. Darajadagi son 2 bo'ladigan bo'lsa, kvadrati deb ham aytish mumkin. Xohlasangiz buni 5 ning 2-darajasi deyish mumkin. Xohlasangiz 5 ning kvadrati deyish ham mumkin. Xo'p, bu nima degani? 5 ni o'zini o'ziga 2 marta ko'paytirish kerak degani. Mana 5 ko'paytirilgan 5 2 marta bo'lyapti. Darajada 2 bo'lganligi uchun, demak 2 marta ko'paytiryapmiz o'zini o'ziga. Natijada 5 ko'paytirilgan 5 25 bo'ladi. Xo'p, ana endi keyingi misolga o'tamiz. 6 ning 3-darajasi. Buni 6 ning 3-darajasi deyish ham mumkin, 6 ning kubi deyish ham mumkin. Ya'ni darajada 3 keladigan bo'lsa, kubi deyish ham mumkin ekan. Xo'p, bu nima degani? Yuqorida aytib o'tganimizdek, 6 ning 3-darajasi 6 ni o'zini o'ziga 3 marta ko'paytirish kerak degani. Demak, mana bu 6 ni asosdagi sonni o'zini o'ziga ko'paytiraman. Necha marta? 3 marta. Chunki darajada 3 kelyapti. Shuning uchun mana 1 2 3 marta o'zini o'ziga ko'paytiryapmiz. Natijada 6 ko'paytirilgan 6 demak 36 bo'ladi. 36 ni yana 6 ga ko'paytiradigan bo'lsak 216 hosil bo'ladi. Xo'p, ana endi mana bu yerda xuddi shu narsa harfli ifoda shaklida yozilgan. Ya'ni a ning n-chi darajasi bu a ni o'zini o'ziga n marta ko'paytirish kerak degani. Mana a bir nechta a ni ko'paytiryapmiz. Mana pastda n marta deb yozilgan.
Demak, a ning n'inchi darajasi bu bir nechta a ni o'zini o'ziga ko'paytirilgani ekan demak. Xo'p, bu darsimizning oxirida o'quvchilar, birinchi navbatda darsimizni kamida 10 marotaba ko'rishingizni maslahat beraman. Shunda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, ushbu raqamga Telegram orqali savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Va men barcha savollaringizga javob berishga harakat qilib ko'raman. Siz bilan Eldor Akramov va Buxoro matematika maktabi bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha